Ha tushib ketadi, maza qilaverasiz. Xudo xolasa, xudo xolasa. Mana qarashdi, yetalabdi. Kuzda yetalanmaydi velosiped. Voy, Minib chiqiladi sekin bo'lsa ham. nima bo'jay? Iloji boricha-da. Bizlar shunaqa qildi yana qayerga? Qanaqa ketyapti? Buxoroga. Ha, bular nimaga endi Buxoro, Samarqandga boradi-yu, men yurolmayman velosipedda dedim-da. Rustamjon, velosiped ko'rsam shunday qarab ketaverib qo'ydi. Bezillabdi. Bo'lmasa velosipedim otama gamlarga turib qolgan, ma'lumot. Voy, o. Akti bering ham demayapti. Yaxshimi? Bu egar boru, boshda yaxshi yo'qlaydi. Boshda Asakaga chiqsin. Asakaga. Yo'q, boshda yaxshi o'xshaydi ekan. Kecha minganingizdan keyin faqat nafratlanib ketasiz. Xudoga shukr, yaxshi qiynalyapti keldi. Yo'q, yaxshi ekan velosiped. Udobniy. Ha, velosiped ham nemisda. Ashim uchun. O'zimiz Anjan bo'ylarga bo'lsa kela olmaysan ekan. Balat ekan bu yoq. Bizga mononi tez yuradi deb ingichkasidan qo'yib bergan. Spartingiga. Ha. Haligi uni almaturachalik-da. Uni almaturachalik. Haligi endi ishona oling, mashinada Mayshali do'qilga tushib qolsangiz mommi? Taqir qilib Jama tushib ketdim deb o'ylayman. Qara. Lekin bular unaqa emas, yaxshi. Egar постоянно kelib turgan joyi bor-ku. Ha. Do'qilga chiqqanimda deb shilni o'ratdi. To'g'ri. Lekin haligi anaqa bor-ku. Qanaqa? Yosh bolalar anaqa soch silinib ketsa anaqa ko'rsatadi. Asli tish kerak. Ha, Asror? Bu popdi-yu ha? Usmonjon? Ha? Andala, mondala, shontira. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, yaxshimisizlar, tuzimizlar? Bizga sarchab qolmayapsizlar? Nihoyatda avjida ketdi. Ye. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamay, o'zdan. Rahmat. Assalomu alaykum operator yigit. Obunachilar, assalomu alaykum. Hormaylar, charchamay. Rahmat. Qo'shma bordinglar. Ha? Yaxshi ishlarda. Yaxshi, sonlar yaxshimi? Rahmat o'zdan, yaxshi yo'q. Onajon, suyunsiz? Rahmat, sizni Qolyapti. Kelyapsiz charchamay. Allohga shukr. Ularni istab orqasidan Samarqandgacha borsam qaytishga boribdi. Keyin men bora deb Buxoroga o'tib ketdim. Bismillahirrohmanirrohim. Qarang. Ya Alloh. Tinchlik, omonlik, xursandchilik, fayz barakot. Yana shukrlarga hammamiz tinchlik, omonlikda yurishga o'sha ro'za nasib. Allohu akbar. Sonlar yaxshimi? Rahmat o'zdan. Charchamay, olyapsizlar. Yo'q. Ha, rahmat. Uydagilar, o'g'il qizlar. Xayrli ishlarda boshlavordinglar. Ha. Hammani xursand qilib Ha. yashanglar. Xudo xolasa. Charchamanglar, ilohim qo'linglarda ko'rmasin. Nimadan o'ynab yuborsiz endi? Ha, sizlar Samarqandga borib telefon qilsam, sizlar qaytib boribsizlar. Biz qaytuvdik-da. Istab topaman deb o'zi ham bir 8 ayollarni olib bordim. Ha. Ziyorat qilgan. Undan keyin Buxoroga o'tdik. Shu 7 pirdir ziyorat qilib, qaytib kelib, 3 kun uyda dam oldim. Charchab. Tojikistonga bordim keyin. Qayerga? Tojikistonga. Iyi. Afg'on chegarasigacha. Surxondaryoda. Yo'q, o'rqasi o'zimizni Qo'qon Beshara bilan. Ha, Besharadan o'tindi, Surxondaryo chegarasiga. Surxondaryoga emas, shunday Lelnovodga o'tasiz, Xo'jandga. Pomirni perevali, Tojikni perevali. Shunday Dushanbega ertaman uydan chiqqan bo'lsam, kechqurun Dushanbega yetib bordim. Ha. Shu Dushanbeda jicha yursiz nima-yu? Tojik Surxondaryoga ham chegara. Bizga uzoqda. Ha. Bizga 1000 kilometr oshiq yo'l yurish kerak. Bu yerda 600-700 kilometr bilan bunaqasi borsam bo'ladi. Bu 1,5-2 kilometr. Ha. O'ynab keldinglar, qalay. Yana manaqasi Surxondaryo bilan ketib, qaytishda shu Regalga o'tib, Dushanbe qilib,
Farg'onadan chiqqan. Shu yaxshi-da. Bu yo'l yaxshi. Biz taraflar. Tunnellarni ko'rdingiz. Men 2 yil burun ham borgandim. 17 tami nechta? 23 ta. 23 tami. Katta kichik 100 metrlikdan tortib katta Bittasi 5,5 kilometr. Aşağı. Ikkita. O naryoqda ham bor ekan, Dushanbe uyog'ida ham. Kulobni yo'lida, yo'rakdan keyin. Ha, yaxshi. Ana yigitlar. Otamjon loz kelyapti. Ana bankka bittasi pul tashlagan ekan. O'chirtagan kutib o'tiribdi. Pul tashlagan bo'lsa, eng yaxshi bank Maloshini oldida Maloshinimiz bor. Hozir Hamkorbank bor. Burchakda. Qachon borsangiz 15 minutda ishingiz tutadi. Ya o'zi aslini yursak opamiz ishlaydi Aloqa bankda. Aloqa bank ozgina qiyinroqda. Yo'q, qiyini bizga oson qilib beradi. Obunachi yaxshi opamiz bor. Kuzatib turadi. U Farg'onadan keladi, Farg'onaga kelgan. Uvadan beri o'tiribdi. Hadi şu tomon oldu. Akıllarımız mı oğlum? Şöyle mi? Şu başına almıştır. Yok bu oldu. Akıllar mı? Bizamizdayam videoni boshlaylik. Obunachilar, Xo'sh tog'amni to'rt yetim qizlarida juda hissasi ko'p bo'lgan. Bir kun videoda aytdim sizga. Ben yolda durmam-da. Ha, yolda bo'lsam. Baganaga kalashimiz kerak edi. Bo'ldi. Ha, perforatorgami? Perforator. Bo'ldi, olib kelaman. Perforatorga chiqsam hali kuniga 150 ming dedi. Yo'q. Bir so'm pul hisoblamaylar. U qachon bo'lsa, qancha bo'lsa, sizlarning xizmatingizlarga. Keyin mana kecha Namanganda akalarimiz kelib bittasini kalab ketishdi. Yo'q, uni qancha bo'lsa, u sizlarning xizmatingizlarga olib kelaman. Ya Xo'sh tog'amda bor edi. Keyin ular eng qizig'i nima ekan? Vijilloq, kichkinami? Yo'q. Kechpat 5 ta olar ekan. Ha, biz 5 dan keyin Solqinda ishlaydigan. Ha, solqinda ishlaydigan havo bo'ladi. Bo'ldi, o'sha olib kelaman. Uni qachon bo'lsa bir unaqa qilamiz. Sizlarning xizmatingizlarda. Hoji buva ham keluvdi. Ko'rdim, ajini ko'rib olib bordim. Hoji buvaga o'zi men ham Sekin to'planmasalar bo'lmaydi endi. Kecha kelgin bor edi o'zi. Ha. Mahallada bir yoshi ulug' ayol bor edi. Hisobda 90 nechilagan kirgan. Shu ayol bandachilik qildi. Ertaman soat 11larda uni joyiga qo'ydik. Undan keyin kunisida baribir buyoqqa kelganim bilan unaqa bo'lmaydi deb naqmadimda. Bo'lmasam o'zi kecha mo'ljalda kecha edi kelishim. Bitta nevaramni olib kelaman. Ha, bitta kichkina nevaram bor. Bobo men ham boraman degan naqalari bor edi. Mashinada olaylik-a, baribir. Naqlamiz. Ammo bolani asakadan oldim. Bu o'zimizda olmabman. Sal unaqa ekan, changroq ekan. Suvmi? Suv, ha. Anjon sog'. Shu bolalarga bittadan bersak, hech bo'lmasa ichishadi, yo'q. Ha, buni xonaga qo'ysak soviydi. Ha. Mana uni olib qo'y. Ha, olaman. Men nonda olaman. Narsalarim bor-da. Sekin qo'lingizga olinsiz. Mo'ljallab olavering. Olmaydi. Ana, bo'ldi, men bunisini olaman endi. Non bilan olaman. Yetorli, obunachilar. Ha, hozir bu ham keldi, obunachilar. Uyga oltin keldi. Baliqchida desa ham bo'laveradi. Anjon sog' bo'lsin. Hamma turib bor. Hozir bola sekin kelishni boshladi. Anjon hozir bola ham kelib qoladi. Kecha kelib ancha hissasini qo'shib ketgan. Endi yosh ulug'lar mashida bo'lgani yaxshi. Sherali aka, bitasini berib ketaylik, xona olib kelaveramiz. Yosh ulug' insonlar bo'lgani yaxshi maslahat
beradi. Endi men usta bo'lganingiz bilan bari ko'pni ko'rgan odam bo'laveradi. To'g'rimi obunachilar? Hop. Endi berga nima kerak? Suv kerak deb mana. Au qo'lim. Qarang. Ketdik. Xudo xolasa, bu tarafga ham mana qovog'ini qo'yadigan, derazani yopadigan payti kelib qoldi. Bu yo'l orasida ekancha o'zi bir tarafda. Xudo xolasa. Mana o'rtasi bo'lgan. O'rtada yo'q. Bu yoqdan qarasanglar, ikki tarafi ham bo'lgan. Ko'cha taraflar faqat 3 ta перегородкада, mana shu 3 ta перегородкani ursa bu bitadi. Sesma kemaylar kolonnasini qo'yilsa, maytda hamda urib olishimiz kerak kolonna qo'yishdan beri. Keyin mashinalar urib olsak, har bitta uyda darvozasini ochaveramiz shekilli. Chunki bu yerda urib olgandan keyin, devorni urib kolonnani qo'yib olgandan keyin bir-biriga faqat darvozasidan kirib chiqamiz-da. Mana bir-biriga o'ta olmay qolamiz. Mana oldi ko'rinish. Endi kam ko'zi bor. Alo, qadrdonlar. Ovolarga yog'och qo'yilgan, kecha aytib o'tdim. Go'rni ishkallar chiqib qolyapti. Bu endi Sheralakam emas. Sheralakam uygan ishla qoldi. Bugun qovoqlarni baylasharsa, ertaga перегородкаlar urishvarsa, bo'ldi. Assalomu alaykum adash. Alaykum assalom. Kimsiz? Qanjoysiz? Kelinaymi? Alloh hamdaysan. Sheralaka. Kimsiz? Ha, yo'q. Ko'p qo'ydim. Men Salomdami? Ha? Kelinaymi? Ha. Xudo xolasa, juda zo'r chiqyapti obunachilar. Bo'yga ham Nima bo'lur? Qani siz? Nima bo'lur? katta. Ha, tashqarida bormi? Yo'q, aptekerni do'rni kerak emas deb qanday? Bu bizga bo'ladi hozir. Ha, bo'lam. Bu joyda yetmay qoladi. Yetmasa 5 minut yetmaydi hozir. Ha, tashqarida tushiryapsiz? Ha, kecha keskin kerak shundan keyin. Ha, Sud ketmaydi. tumba aytib qo'ydim hozir. Ha, tumba bilan nima? Batuk. Batuk omadligiga nechta kerak? Bizdan hisoblab aytib Ha, o'ydagi nima bo'ladi? Latok. bizdan sanabdan nimani birinchi nechta ketadi ularga? Bizdan sanab qo'ysak, birlashga filan. Ha, bo'lmasa hozir tumba apteka bir telefon qilsa ya. Hozir 50 ta tumba yog'ir olib qayergadir borib keladi-da, o'zlarida yo'q ekan. Endi qadrdonlar, kecha mana akalarimiz tavlab ketishgan. Namanganlik akalar, hasharchi akalar. Narigisi Dushovoyda nimasi? Bu tug'ilib. Endi shunaqadan 4 ta kalashimiz kerak. Mehnatim maqsa qo'shaman deydigan insonlar keldinglar. Hozir qo'sharidan Abduvohid akam kelyapti, velosipedda. Tanjon sog' bo'lsin. Velosipedda aylanib ham kelaman deb kelyapti ekan. Bilmadim men qanaqa ahvolda keladi. Hozir biz velosiped minganmiz-ku. Qo'shariq ham uzoqdan ancha kelgan. Ne hormaylar? Salomat bo'ling. Tartmayapsizlarmi? Vaqt yo'q, vaqt yo'q. Obunachilar Abdurahmon kanaldan ancha ko'tarishib qo'yibman. Assalomu alaykum. Demsiz? Tartmayman. Tinchliklar. Rahmat. Bizga ham aka yana ish beradi. Beshimiz jinday aytmay qolar ekan. G'ish? Hozir so'radim-ku.
Ha, 30 ta dedi-ku, 30 ta emas, 100 ta yetmay qoladi. Ha, bo'pti, 100 ta yetmasa, bir res chiqqanda 100 tani tushirib olsanglar, qolganini ular tushirib olib boradi. Aha. Bu qovolar balan ekanda. Bu ham xuddi shag'ol ekanda, ana oldi qovolar baylansa bugun perigorotkalari qoladi. Kerilakamlarni ten tugatish ham mumkin. Balki ikkita orqaroq tugatsa. Ertaga yangilab ketadi-da, obunachilar hammasi. Indindan keyin seçmalar qo'yiladi, kolonnalar qo'yiladi, mana kolonnalari. Keyin sekin yağ rejalashtirmay turaveraylik, lekin hozir penoblokka hal pul berganimiz yo'q, qadrdonlar. Ashetiga ahamiyat berib turasizlar. Kartalarimizga befarq bo'lmasdan, men efir qilib yekkan pulni ustalarga berdik, ozgina. Endi ustalar puli 100% dan bergan bo'lsa, bir 20% ni berdik, efir qilib yekkan pulni. Ko'p u endi usta ham 4 uyda usta ishlayapti. Ha. Xotamjon yekkan pul yerga yig'ilyapti, ammo yerimiz qarz uchun penoblokka pul yo'q, qadrdonlar. Shu kartalarga befarq bo'lmay turiblar. Обязательно efir qilyapsiz-da, pul nima qilish uchun. Burun videolardan tushib turaverardi. Mana 4 ta yetim qizlardi uyda. Videolarimizdan tushardi, efirni oxiri finalga yaqin bittami ikkita efir qilib qo'ydik. Qo'llab turinglar. Bu odam bo'lmam deydi. Asharchilar kelyapti qo'sharoqdan. Vahima-yu. Asharchilar qo'sharoqdan. Assalomu alaykum. Voy. İşleringiz yaxshimi-ku? Charchamasdan o'zingizlar. Ha, rahmat. Ishlayapsizlarmi-ku? Vaqti kelsin. Vaqti kelaman-ku. Qo'sharoqdan, ha? Do'lman ovulda. Qadrdonlar, Ha. Raspeta kelyapti. Assalomu alaykum obunachilar. Raspeta keldim qo'sharoqdan, men Asharga mashaga. Omad deb balat ekan, lekin yaxshi velosiped zo'r uchun. At tushib ketadi, maza qo'yarasiz. Xudo xohlasa. Ba'dan qarashdi, zetalabdi. Gizli yetalanmaydi velosiped. Bu Minib chiqiladi sekin bo'lsa ham. Любой joy. Iloji boricha-da. Zama shunaqa qildi yana qo'ydi. Qanaqa ketyapti. Buxoroga. Ha, bular nimaga endi Buxoro, Samarqandga boradi-yu, men yurolmayman velosipedda dedim-da. Rustamjon, velosiped ko'rsam shunday g'alati ketadi deb qo'ydi. Bezillabdi. Bo'lmasa velosipedim otamaganlarga turib hali ham marg'ulondi. Voy, o. Akli berilgan demayapti. Yaxshimi? Bu egar boru, boshda yaxshi yo'qlaydi ekan. Boshda Asakaga chiqsin. Asakadan yo'q, boshda yaxshi o'xshaydi ekan. Chicha minganingizdan keyin faqat nafratlanib ketasiz degan. Xudoga shukr, yaxshi qiynamayapti keldi. Yo'q, yaxshi ekan velosiped. Udobniy. Ha, velosiped ham nemisda. Ashim uchun. O'zimiz Anjan bo'ylarga bo'lsa kela olmaysan ekan. Balat ekan bu yoq. Bizga mononi tez yuradi deb ingichkasidan qo'yib bergan. Sportiniy deb. Ha. Haligi onu armaturachalik-da. Ha. Buni armaturachalik. Haligi endi ishonib oling, mashina mashchali do'qilga tushib qolsangiz muammo. Taqir quraveradi. Yama tushib ketdim deb o'ylayverasiz. Ombara. Ha. Lekin bular bunaqa emas, yaxshi. Lekin hali egar постоянно tepib turgan joyi bor-ku. Ha. Do'qilga chiqqanimda bunday shilnoratda. To'g'ri. Lekin hali anaqa bor-ku. Qanaqa? Yosh bolalar anaqa sochilib ketsa anaqa Ha. Nasib kerak. Ha, Asror? Bo'p popdi-yu, ha? Rustamjon? Ha? Qo'shnilar bilan gaplashib. Men chaqirdingmi? Men chaqirmading. Chaqir. Ona keling, Abduhop aka. Qani? Yuraverchi, Rustamjon. Yuzdamizda tog'uzlar so'rab berasizga. Xudo xohlasa. Chanqab keldim ama. Qani? Kiravering. Nima keldi? Assalomu alaykum.
Omadjon, katta kishi bo'ladi-ku. Ishlayapsizmi? Hoji buva bormay. Assalomu alaykum. Hoji buva, tuzimisiz? Salomat keling. O'zingizdan yuribsizmi, hoji aka? Xudoga shukrlar. Qani hoji aka? Ah, Allohga shukr. Qani hoji buva? Amin. Allohu akbar. Tuzimisiz hoji aka? Allohga shukr. Charchamasdan. Ha, bular sog'inib. Yaxshi bo'pti-da, hoji aka. Men ham sog'inib keldim. Billa, ha. Xudo xolasa. Billa keldi. Xudo xolasa. Rahmat, tan joylar sog' bo'lsin. Obunachilar mana sekin-sekin to'playapti, sastav. Eski sastav. Ha. O'zinglarni bir mana shu yerda kam his qilyapsizlar, kelaverasizlar. Ko'ryapsizlar, joymari bitta joy turibdi, mana bitta joy. Shu joylar ko'p. Sizlarni joyi. Joy seroq. Ha, mana shu sizlar joylar. Biz birga o'tirgan bo'lamiz. Hashara kelaveringlar. Yaxshi-da, hoji Qo'ydan aka. qo'yaymi? Bor ekan choy. Qo'yaymi hoji aka? Yo'q, men Ya muzdek olsa endi. Tarvuz so'y bo'lmasa kerak. Tarvuz rosa arzonlab ketdi, obunachilar. 2,5 mingdan oldi yetdim. Umras urishdik olguncha. Olgichami? Hali o'zi ashnaqa bo'lib ketibdi. Men vars bitta ololmaysan ekanda yo'lda rosa ko'rdim bo'lmasa. Tarvuzmi? Ha, to'xta dedim, o'zlarida mashina bor, ular dedim. O kuni anaqada aytyapti-ku, hoji aka atvoynigini olib keladi deb. Ha? Yo'q, men ashuna toy boshqa davlatda edim. Rossiyaga bordim. Ha. Va ziyorat qilib qandashlarda Xo'p. singillarim ashlar borgan yo'q edi. Aka otamiz ham olib bormadi. Biz qandash urug'larda unaqasi bilmaymiz deyishuvda bo'pti ya deb olib borib otam urug'lari, enamni ashlar hammasini ko'rsatdi. Qayerda ular Tojikistonda? Dushanbeda. Dushanbedan. Qo'rg'ontepa degan joyda, keyin Farxor degan joy bor. Ha. Quloq. Ha. Quloq. Ashirlargacha olib bordimda. Ularni olib ilib qo'yish kerak. Shu moni olib ular qo'ying deb. Qani hoji aka? Siz bemalol olavering. Rosa yeb turgan joyimizga keldik. Siz nima e'tibor bermang. Biz abedga yaqinlashib qoluvdi. Mana Abed qilib oldik-da bu yo'lni. keragini bir ishlam oling. 11lik qilib oldik. Endi hozir xotam akam kelsa, Kelyapti-kami? ovqat qilamiz. Bilmayapman-da. Telefon qilsam, olmadi. Frank kelyapti hamda, hech kimnigini olmayapti. Yo'q. Aslida men sezib qolyapman-da. Ha. Shu aspetim minib kelyapti shekilli. Pastlab qo'yib ko'rmaydi. Ana, nollar ko'p. Obunachilar, sizlar bemalol o'tirib turinglar olmasa. Xo'p. Men ustalarga nima qilib berishim kerak. Ha, bu kerak. Qadrdonlar, shunaqa gaplar endi. Kartalarimizni befarq bo'lmay qo'llab turinglar, sizlardan iltimos. Qalay oldi qovoq? Ha? O'tib ketaveradi. Teng qatorda to'lanadi. Ko'rsatadi. Yo'q, uni yashirish shart emas. Yo'q. Nima qiladigan joy? Jicha yarim soat bunday bo'lib qolibdi. Sheril akam u 38-qatorda to'g'rilaymiz degan anaqalar bor. Qadrdonlar, mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizni yashab qilinglar. Keyingi videolarda sizlar bilan uchrashguncha xayr.